Qur'on o'qiganlar, yodlagan, o'qigan insonlarga qiyomat kunida Alloh qorilardan oldin, Qur'on o'quvchilardan oldin, xoh qizlar bo'lsin, xoh o'g'illar bo'lsin, bu yerda jins aloqasi yo'q. Mana shu insonlarni Qur'on tilovatini o'qigan, Allohning kalomini o'qigan va yodlaganlarni o'zini emas, ota-onasini chaqirtiringlar deydi Alloh taolo. Ota-onasini chaqirtiringlar deganda chaqirilayotgan ota-onalarni Allohning e'tiborini qarang, piyoda yurishmasin deydi Alloh taolo. Meni huzurimga jamoatning ichida piyoda kelishmasin deydi Alloh taolo. Farishtalarni xizmatga buyurib, tillodan bo'lgan kursilarda Qur'on o'qigan insonlarning ota-onasi ko'tarilib keladi. Siz bilan biz atrofdagilar o'tirganlar hayron qolib, yo bu payg'ambarlar kelyapti, yo yana bir qanaqadir toifa kelyapti, Allohning yaqin bandalari kelyapti deb xavotirga tushib qolgan paytimizda farishtalar aytadi: "Ey musulmonlar, o'rganinglar, Qur'on o'qiganlarda ota-onasini Alloh mana shu tillodan bo'lgan kursilarda olib keltiradi" deydi.